3 qahramon bog'sidan 13 kilometr o'tganda $5500 zo'r yer topib qo'ydim. Joyimizga mana shu asfalt bo'lgan ko'chadan 300 metr kiriladi. Yerimizda balandlikda joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Televizordan dash oyoqlari ham ko'rinib turibdi. Qad razmerimiz 40 ga 30 shu oq uygacha. Yerimizda 12 sotuv, to'g'ri burchakda joylashgan. Gaz, svet, suvdan umuman muammo yo'q deyaptilar. Shunda tortsa bo'ldi ekan. Bu joyimizning hujjatlari notariusga tayyor ekan. Bir kunda afomat qilib o'tkazib olishinglar ham mumkin. Xohlasanglar bo'lib ham beraverar ekanlar. Yon atrofimizga kottejlar tushib kelyapti. Svetdan ham, gazdan ham umuman muammo bo'lmaydi. 100 metr tepada vodokanal joylashgan ekan. Ko'p turgan joylar salki vodokanal bo'ladi. Uyimiz, yerimiz mana shu yerdan 100 metr pastga tushganda bo'lib turibdi. Dacha qilib qo'ysanglar ham zo'r bo'ladi. Mana qaranglar. Ko'kalam zo'ri. Odam ko'zini quvnatyapti. Hisobot Universal bozoridan 24 ga 7 Damas qatnovi bo'ladi deyapti. Transportdan umuman muammo bo'lmasa ekan. Bu videoni quruvchi akalarga yoki Toshkent atrofidan arzonga yer qidib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi. Shunaqangi arzon yer joylarni o'tkazib olmaslik uchun kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Ibrohim, bizda foydali.